To'maris Nodira ayon tarixdan. Faxrimiz Uvaysi Zulfiya xonim, bu buyuk ayollar sharaflangan payt nechun eslanmasin Hadicha xonim. Ko'ylak shans berishdi. Chiqish men uchun nasib qilmagan. Lekin Nurxon degan ayolning. Assalomu alaykum hammaga. Bugun akademik Hadicha Sulaymonovaning 111 yilligiga bag'ishlangan seminar treningiga keldim. Ushbu treningni Oyshaxonim Hamidova tomonidan tashkillashtirilyapti va bunda spiker sifatida taklif qilinganman. Oyshaxonim, sizga omad tilayman. Shunaqa targ'ibotlar qilib, yurtimizda olima qizlar ko'payishini tilakdoshim. Сегодня Хамидова Айшахон позвала меня на встречу, посвященную 111-летию академика Хадичи Султановой. Если честно, мне очень понравилось, так как много чего узнала для себя и много с ними познакомилась. Смотря на нее, я начала вдохновляться. Как-то я тоже хочу претендовать на эту стипендию в следующем году. Hadicha Sulaymonova Adliya vaziri lavozimiga ishlagan ekan va biz universitetimizni rektor vazifasida, shuningdek, jinoyat fakultetini mudiri vazifasida ishlagan. Bugungi seminar trening mashg'ulotidan biz akademik olima ayol Hadicha Sulaymonova hayotiga oid ma'lumotlarga ega bo'ldik va biz bu ayolning ilmiy faoliyati, yurisprudensiya sohasiga qo'shgan hissalari haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Bundan tashqari bizga video trening davomida treylerlar tarqatildi va unda olima ayolning hayot yo'llari, o'sha ilm fanga qo'shgan hissalar haqida ma'lumotlar o'zini ifodasini topgan edi va bu betida esa bu treningning tashkilotchisi Hadicha Sulaymonova stipendiyasi uchun harakat qilayotgan o'zimizning kursdoshimiz Oyshaxon rasmlari, shuningdek bunda o'sha Hadicha Sulaymonovani olgan medallari haqida ma'lumotlar berib o'tilgan ekan va trening ajoyib bo'ldi. Haqiqatan fikrlaringizga qo'shilaman, Sarnoz. Bugungi trening mashg'ulotdan men juda ham ko'p namunaviy izohlar oldim. Ko'plab dugonalar bilan tanishdim va bu treningda Hadicha Sulaymonova o'sha xalqimizga namuna bo'la olgan birinchi olima o'zbek ayol haqida tanishdim. Fikrlarimni bir ibora bilan tugatmoqchiman. Dema ayoldan avliyo chiqqan emas. Oybarchinni bironta alp yiqqan emas. Ular ona tiriklikka kafil xilqat, nabiy undan, zakiy undan tug'ilgan bas. Hayot bilan uyqash ayol kalimasi, Hadichasi mamlakati halimasi. bugun biz Toshkent davlat yuridik universiteti xalqaro huquq fakultetining 2-bosqich talabasi Oysha O'g'ilbekova tomonidan tashkil etilgan Hadicha Sulaymonovaning 111 yilligiga bag'ishlangan trening seminarida o'zimizga ancha katta yo'nalishlar, kelajagimiz uchun motivatsiyalar oldik. Hadicha Sulaymonova stipendiyasi g'olibasi bo'lishligiga tilaklarimizni bildiramiz hamda men ham kelajakda Hadicha xonim Sulaymonovaning stipendiyasiga nomdor stipendiyat bo'lmoqchiman. Hadicha Sulaymonova yoshlar nigohida.